uzoq yaqindan bizlarni kuzatib borayotgan shaxsan O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, dunyoning turli burchaklaridan kuzatib borayotgan yaqin jigarlar. Assalomu alaykum, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Qora Qamich qush bozoriga qarab tashrif buyurdik. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, paddeshga deb olamiz yaqinlar. Jigarlar, o'zingizlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar, ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Bardam baquvvatmisizlar, duogo'ylar yaxshimi? Yaqinlar, Allohdan kuch-quvvat so'rayman sizlar uchun. Yaqinlar, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, paddeshga deb olamiz yaqinlar. Boshladik obzorimizni. Yaqinlar, yovvoylarga qarab kelyapman. Yovvoylarga qarab. Qapaslarga keldim yaqinlar. Valer, nech pul bu? 3 million. 3 million ekan mana. Nechiga nechi bu? 160 ga 60. 160 ga 60. Bunisi-chi? Bu bilan so'ramanmi? Mana ham bor ekan. Jigarlar mana shu 6 million ekan mana. Mana nomerlarigacha bor ekan mana. Mana shu nomerlarga mana telefon qilsanglar yaqinlar. Katta valer. Svetlari bor mana, to'kli. Rahmat aka. Assalomu alaykum do'da. Nech puldan ekanmi yovvoyilar? Rahmat. boriga baraka. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 10 million, 20 dan. Rahmat. Yana qapaslarga kelyapmiz yaqin. Assalomu alaykum. Qapaslaringiz nech puldan ekan? 150 mingdan. Bunisi-chi mana sadokis? Ha. 100 ming. Maydalari ham bor. 25 ming, 30 ming. Mana hozir yaqinlar. Yaqinlar mana. Rahmat hozir qaytaman. Norchilar bor ekan. Assalomu alaykum. Nech puldan norchilar? 30 ming? Yo'q. Qattiqki bular? Mesni. Mesni qushlar mana. Rahmat aka. Yo bozoringizni bersin. Ham norchilar. Hormel. Norchilar nech pul ekan? 80 ming. Qattiqki bular? Qozon. Qozon ekan. Bularchi? 150 ming. 150 ming. Bu ham qozon? Ha, qozon. Qozon. Repillar bor ekan mana. Repillar nech puldan? 70. 70 ming so'mdan repillar. Mana shuni olsam ma'lum. Sariyadami? Hozir qaytamiz yaqinlamayapti. Vashi o'rib olishibdi lekin. Ha, bitta bor mana. Nech puldan ekan aka? 200 ming. 200 ming so'm ekan mana yaqinda. Мы самцов оставили, а самки это Dugonos nech pul aka? 100 ming dugonos. A bularchi zablilar? No, zablik emas, farskiy sinitsa. Ha, sinitsa nech pul? Para 100 ming. Para 100 ming so'm. Norchilar nech pul o'zi? 120. 120. 120 ming so'mdan norchilar. Mana yo'ldan ko'ringlar mana. Zerimishkadan sotib oldim. Rahmat. Sotib oladim, aka. Yo'q, mana. Salom alaykum. Yaqinlar paddeshga qo'yotgan okalarni ko'rdik. Assalomu alaykum. Sizga charchamayapsizlarmi ro'zalar bilan? Nech pul ekan bu ko'qqil? 300 ming. Qattiqki bu? Novosibir. Zo'r. Rahmat aka. Norchilik qo'qqillar. Norchilik ish bilan 150. 150. Qattiqki? Mesni qushlar. Mesni. Mana yillik ekan a? Necha yillik bu? 2 yillik. 2 yillik. Qo'qqillarchi? Qo'qqil 300 ming.
300 ming. Mana bu hollar nech pul? Onlar shunaqa starokat 300 ming olta ham. 300 ming so'mdan ekan. Bularchi mana bular? Mana bu nech pul? Mana bu oila nech pul? Yo'q bo'ladi bittadan 200 ming. 5 yil berib qaytayotganda shunaqa bo'ladi. 5 yillik ekan mana bu yaqinlar zennushka. O'rtalarda 200 ming so'm deyishyapti mana. Ko'ringlar. Kommentariyada yozib ketasizlar yaqinlar. Salom alaykum. qaysi bo'lsin? Nech puldan ekan norchilaringiz aka? 500 ming okaman. 500 ming. Hop, buchi. 250 ming. Bu qatiki bular. Messi qushlari. Mesniyli, Kumushqonli qushlari. Kumushkon. Bularchi? Bular ham Messi bular. Nech puldan bular? Kumushqonli qushlari. Nech puldan bular? 250. 250 mingdan. 500. Bormi ekan? Norchi nech pul? 50 mingdan oldim. 50 ming. Qatiki bu? O'zimizniki. Mesni. Mesni. Yaxshi. Sayrat turgan. Aha. Salom. Nech puldan ekan bu? 50 ming so'mdan. Norchi qatiki norchi? Surxon. Bularchi mana bular? Zennushka 30 ming. Anonisichi? Afsanki 30 ming so'm. Hamta ham bor ekan norchilar. Bular nech puldan nos? 200 ming, 100 ming. 200 mingga 100 ming. Ya'ni o'qiyotgan. Ha, o'qiyapti. Ham kichkinaroq, yiriroq, ham o'qiyapti. Bu nech pul bu? 150 ming, 1 yillik. Mana shu 1 yillik ekan yaqinlar. Chishik mana shu 1 yillik qush ekan. Bu yoqdagilarni sizdan? Yo'q. 35 mingdan tanlab olish kelgan mana mamalar. Mana ko'ringlar yaqinlar, zo'r sayraydi deyishyapti. Sayrog'i qanaqa masalan? O'rmon sayroq qiladi deyishyapti buni. O'zinglar ham bilasizlar, mana o'rmon sayrog'i har xil boshqacha bo'ladi, kalinasi. Mana bitta ham bor mana norchilar yaqinlar. Norchilar. 100 mingdan tanlab olishga deyishyapti mana. Mesni qushli ekan. Mesni qushli 100 ming so'mdan tanlab olishga mana qolinglar buni. Qolinglar buni mana. Tanlab olishga deyishyapti. Aka assalomu alaykum. Nech pul ekan norchingiz? 300 ming. Qaysi 300 ming? Mana 300 ming ekan mana qo'noqdek. Qolgan pastdagilarchi? 150 ming qatdiki bular. Surxon. Ha, Surxon. Assalomu alaykum aka. Sizlar charchamiz. Bu nech pul ekan norchilar? 200 ga 150. Qatdiki bular? Qozon ekan. Bu yangi qushlar-da, yillik emas. Ha? Mana bunisi 1 yillik, ha? Ha, 1 yillikmi? Mana bunisi yaxshi chiqqan ekan-da. Rahmat aka. Alloh bozor dinamiz. Qolmang. Kokillar nech pul ekan? Kokillar bo'ladi ham. Nech pul? 150. 150 mingdan. Norchichi? Norchi 200 ming? yillik sayroqli. Sayroqli. Zo'r. Bormi aka? Nech pul ekan norchi? 120. 120 qatdiki bu? Surxon. Surxon. Mesni o'zimizdan mana. Bu yoqdan ham ko'ringlar mana, tumshuqlari uzun. Yaxshi turibdi holati. Zo'r. Bitta ham. Assalomu alaykum. Ha, bu yerda odasi yo'q, Nech puldan ekan norchilar? Ha, aka. 60 mingdan. Nima deysiz? 60 ming so'm. Qatdikida bular? Qirg'iz mana 60 ming so'm. 60 ming so'm. Rahmat. Mana ko'ringlar sizlar. Mana. Ishoninglar dahshat ekan mana mashinasi mana ekranda ko'rib turganinglar zo'r ekan lekin mana mashinasi. Nech pul ekan norchi? Salom. 250 mingdan ekan. Qatdiki bular? Qirg'izmi? Bular qozoga anaqa Surxon. Qozo, Surxon mana. Surxon zo'r ekan lekin. Surxon.
150 ming. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Nechi pul ekan noqchilar? 150 ming. Qattiqi bular ekanmi? Qashqadaryo. 150 ming sizdan mana tanlab olasizlar deyaptilar. Qashqadaryoning qushi. Bu hammi? 50 ming. Yo'q, bu ham masjiddanmi? Qashqadaryoniki? 50 ming sizdan Qashqadaryo deyaptilar. Endi mana bunaqasi ham ko'rsatami? Bitta ko'ringlar. Kimniki bu? Kimdan oldi? 80 mingdan 80 mingdan deyishyapti mana buni. Ko'ringlar mana 80 ming. Yomon emas menimcha 80 ming ham. Endi anu endi boqayotganlar uchun ham yaxshi-da, masalan, zo'r variant mana 80 ming yomon emas. Qimmat ham emas, arzon ham emas. Qolmay aka. Kokil nechi pul, norchi nechi pul? Kokil 300 ming, norchi 200 ming. 300 mingga 200 ming. Nechi pul ekan kokillaringiz? 400 ming. 400 ming. Qattiqi bular? Pavlodar. Ha? Pavlodar. Pavlodar? Kanada. Kanadskiy qush ekan mana yaqinda. So'raganlar ekan qushlaringiz. Rahmat. Nechi pul ekan qushlaringiz? 60 mingdan. Qattiqi bular-ku? Qirg'iz? Qirg'iziston ekan. Yaqinda. Qirg'iziston. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan norchiz aka? Ha? 300 ming. Qattiqi bu? Almaty, Qozog'iston. Zo'r. Rahmat, omad sizga. Salom. Osilmaydi. Nechi pul ekan kokilingiz aka? 400 qattiqi bu? Sarat. Ha? Sarat. Sarat, rossiyskiy. Rossiyskiy. Ha, komlagan mollarga 2 olma yaqinli. Yaqinlar hozir klientlari ko'p ekan. Hozir ertaga olamiz deyaptilar. Nima deymiz biz ham? Mamyoni olamiz yaqinlar. Ham temir. Sizdan bo'libmi? Salom. Kimdan ekan bular? Mana norchilar yaqinlar. 100 ming so'mni tanlab olishga kelgan mana yaqinlar. Yaqinroqdan ko'raylik, mana 100 ming so'm. Qolaylar mana. Qolaylar mana. Mana pastlarda ham bor mana 100 ming so'mdan. Jigarlar. Kimdan ekan bu? Sizdanmi? Nechi pullarmi? Yaqinlar mana ko'ringlar, norchilarni zo'raganlar ekan. Tushunmadim buni. Anti yillik bor ekan mana. Yillikni 400 ming deyishyapti mana. Mana kokillar yaqinlar. Qattiqi bular? Rossiya. Rossiyskiy kokillar mana. Nechi puldan o'z bularni? 320 ming 280. 320 ming 280 ming. Qaysi biri 280? Bu yoqmi? Ayoq. Ha, bu yoq.
280liklar bu yoq ekan mana. 320liklar bu yoq ekan mana yaqinda. Boatlarni ochib qo'yasiz. Mana qirg'izniki ekan, mana novchilar 100 mingdan deyapti, mana tanlab olishingiz. Ming deyapti. Mana shuni olib. 100 ming deyapti mana yaqinda. Sizlarmi bu? Nechta? Nechta oldi? 400 ming degan ham qoq. Aqlli. Norcha ham bor ekan. Norchamizmi? Norchilar. Egalarni topish qiyin bo'lyapti lekin yaqinlar bilan. Mana norcha, kokal. Bular kimlar sizlarmi? 150 ming, 100 ming. 150 ming, 100 mingdan ekan yaqinlar. Maydon tolliki ekan. Yilli ham bor ekan mana. Tepadagi yilli, pastdagi yangi qush. Qaysi o'rnimiz yo'q? Sizdanmi? Yo'q. 200 mingdan tortib 100 dollargacha bor ekan mana shu yaqinlar. Yaqinroqdan ko'rsataman mana. 400 minglik ham bor ekan, mana shu hollar bor ekan. Endi qaysiligini hozir ko'rmayapman. Mana bunisi ham bor. Mana 100 dollarlik yana mashina yaqinlar. Bo'ynini tagida ko'rasizlar, marjoni bor mana. Mana bitta bor mana. Yo'qda bor mana. Biletini ishlaganmi? Ha? Nechta? Yana mana 100 dollar ekan mana yaqinlar. 100 dollarlik mana shunaqa bo'ladi. Mana ko'rasizlar, boshlari qora mana tagida bo'yni tagida marjoni bor mana. Qimmatchi bu. Mana bitta ham bor mana. Yo'qda ham bor mana. Hammasi 300 ming, 150 ming. Mana ikkalasi mana yaqinlar 150 ming ismagan mana. Bunisi nima amalisi? Qolganlari mana bu mana 400 ming ismagan. Buni kimlar mana? Mana yaqinlar yana 300 ming, 400 mingdan deyishyapti. Narxlar ham ancha ko'tarilib qopti yaqinlar. Endi mana bunaqalari bor, oddiylar. Bular arzon. O'zingizlar ko'ryapsizlar mana. Yaxshisi yaxshi pul turadi. Mana yaxshisini yana bir marta ko'rsataman sizlarga. Mana bundan oling. Tianshan Xitoyga kelgan mana shu. Xitoydan kelgan ekan. Yaqinlar. Endi egasini aytish bo'yicha endi mana misol uchun ustida bo'lmaganman. Bu Xitoydan kelgan Tianshan deyishyapti. Mana normalnisi qushi. Mana bunisi mana. Bo'yni tagida sal marjoni bor. Jigarlar iloji boricha olib berdim. Tepaga ham, tepalarni ham olib berdim mana. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, paddeshkada bo'lamiz yaqinlar. Kuninglar xayrli o'tsin. Hammaga rahmat. Biz mana qora qamichni oldik. Yaqinlar hammaga rahmat.